自身民の中将も陳よくこれを知る。しかれとも陳は自分の赴くところ、耐え難きを耐え、忍び難きを忍び、もって万世のために太平洋を開かんと欲す。陳はここに国体を護持し得て、中領なる南自新民の適正に死にし、Neymiş kontak buludu? Neymiş kontak buludu? Neymiş kontak buludu? Neymiş kontak buludu? Neymiş ka? Neymiş ka? Neymiş kontak buludu? Neymiş ka? Neymiş ka? Neymiş kontak buludu? Neymiş ka? Neymiş ka?私は山田師団第5連隊第3中隊の石川少佐です。我々は今どの部隊に武器を引き渡していますか? Mayor men Yamata Diviziyesi 5. Birleşme Etreti 3. Otur Etret'teki Mayor Shikawa bolmen davatıdı. Mayor'un koşuğunun kimin kural tapşırdıqanlığını soravatıdı. O alvastı dep koy. O 8. Armiya Mustaqil Polkinin ştab başlığı Candabiyoğu tapşırdı. Nime? Onun uval kıgan oşumamda Mustaqil Polk? 私は八郎軍の386旅団と戦ったことがあります。お軍隊は私が遵守する軍隊なんです。ただし、よくわからないのは、なぜ君たちは八郎軍の服装を着ていませんか? Mayorimiz, men 8. Armiyadan jang qilib baqqan. Sizlarning qo'shoninglar men hurmat qildigan qo'shon. Lekin nemishqa 8. Armiyaning formasini kiymidinglar deb so'ravatıdı. Onaga deb qo'y. Jinsi armiyasi hozir aldirash. Shunga qurollarni bizga topshirishni havola qildi. 我が部隊は八郎軍の独立艦に武器を引き渡したいと思います。 Mayorimiz, qo'shonimiz qurollarni 8. Armiyaning Mustaqil Polkiga topshirishni xohlaydi dedi. Bu shundoq bo'ladiganligini bilgandan keyin ortiqcha ish qilmasalar bo'lmamdi. Chu! O'rninglardan turinglar. Doklad, bo'l komandiri. Nima ish oldi? Leylonning qo'shinlari bu yerga buktirib qo'yib ketgan. Birodarlarimizni qurolsizlantirdi. Qo'linglardagi qurolni nimaga ishlatdinglar? Attinga qarab beqisha. Xuddi tukuni yo'ngdib etgan cho'shqa o'xshab tilishsa. 8. Armiyaning harakati bek tezkan. Hatto bizga shafi bermaylar, usib chiqqachqa inkos qaytarolmadik. Ularni aytdi. Maguan taraf ketdi-ku deyman. Maguan tarafga? Nishon Maguan tarafsi? Yugurib ilgirlanlar. Chu! 私は山田師団第5連隊第3中隊の石川少佐です。我が部隊はもう戦いに敗れたが、いずれにせよ一日中に2回に中国の軍隊に降伏することができません。 Bu yak Yamata Diviziyesi 5. Birleşme Etreti 3. Otur Etret'teki Mayor Shikawa bo'ladi. Mayorimiz qo'shonimiz jangda mag'lub bo'ldi, lekin bir kun ichida Jungo qo'shinlariga 2 qatim qurol topshiradigan ishni hargiz qilolmaymiz deydi. Leylon. İkimizning o'tirsidagi ish mushu yerdan boshlandi.
Bak kızıp gidip de. Doklad, Puluk komandiri. Ko'yinfeyning qo'shini 3-rota bilan tutishib qoldi. 2 batalyon askarlar kelibdi, tog'zan birga minamit mubakkam. Loli, cho'ng ishqa o'xshaydi. Darhol diviziya shtabining yo'l yo'q so'raylik. Haq avval qo'l sag'andiki keyingi so'rsak ziyon tortimiz. Avval qilib andi ma'lum qilaylik. Ish qilib hozir men batalyon komandirligiga tushirildim. Yamnikasi rot komandiri qilib qo'ya. Muavin komandir, bak, buyruq. 2-loyiha bo'yicha bo'lishiga aytinglar. Hop. Shanshining g'arbiy shimolidagi 8-armiyaning Leyolon qismining bir rotasi Gomindan armiyasiga Cho'yinfeyning tuyuqsiz hujumiga uchirdi. İki taraf keçiç yetişdi. İkili taraf ağır talafetga uchirdi. Tang yo'rg'anda 8-armiyaning yordamchi qo'shinlari yetib keldi. Gomindan qo'shinlari chekindi. Keyin aloqalash orqali ikkili taraf uqishmaslik bo'lganligini aytdi. Ço birodar, intayin xijilman. Eliq kuni jiqroq ichib qo'yg'achqa odamlaringizni tanimay qoptiman. Maslikda kimning Gomindan, kimning qo'rchoq qo'shish ekanligini aniqlamabdiman. Ko'zim to'rlishib qopti. Ço birodar, ko'nglingizga ammang, men sizga nama'qul bo'lay. Qo'ral yaroq? Chatoq yo'q. Necha kundiki sizga avat beray. Abla, bek sert bo'ldi. Ço birodar, yaqindan buyon bek aldirash bo'lib ketdim. Qarmamsiz unutqoqligimni, u ish esimdan ko'tarilib ketibdi. Aroq degan ish aqsitadigan narsakan, bundaki aroq deganni zodi og'zim qolmayman. Ma'qul, hozirlab bejaraman. Xotirjam bo'ling. Sizni hargiz yaqartadigan ishni qilmayman. Ikkimizga gap ketamdi. Shundoq, Ço birodar, nemisini dey, amilim yana bir qatim tushirildi. Hozir rot komandiri bo'lib qoldim. Rost da'vatiman. Boshqa odamni oldigan bilan sizni olsam qanaq bo'ladi? U kuni yana jiqroq ichib qo'yib, ozroq xatolik o'tkazib qo'ydim. Bizning bu yerda undaq ishni turmush istil xatoligi deymiz. Bunchilik ish sizlar tarafda hech qanday xatolik hisoblanmaydi. Davrang, burunqi qo'l ostimdagilar hozir mening boshlig'im bo'lib qoldi. Bu ishni joq to'ydim. Eliq muavin diviziya komandirlik o'rnini men qo'yib qo'ying. Kunlarning birida sizning qo'l ostingizda ishlab qolamdiman tehi. Buningga mo birni demak tas. Qo'ral yaroq. Bo'ldi, gap qilmang. Hozir menga rot komandir tursam, bu ishga birni deyalaytimmi? Birodar, men necha kun muhlat bering. Men yana amalni qilib boqay. Xotirjam bo'ling. Sizning ishingiz mening ishim. Bo'ldi, nima ko'rsam ko'raman. Bu kichkina ish toki 1946-yili ishga urush portlig'icha keyniga so'raldi. Başlayaq. Diviziyaning shtati qachon asli keltiriladi? O'ttir tuzdanlik dala armiyasi bosh shtabi bizni tashlab etmaydigan-da. Sharqi Jungo dala armiyasiga bir qatim yordam berib, ularning odam bo'lib ketdik. Bu kimning qarori ekan tang? Yordam berib o'zimizga ish terib oldik. Endi bizmi ular tarafga o'tib ketdik. Undaq emas, boshliq. Men qo'tildim. Koni qo'shonimizga ko'zimiz qiymavotdi shu. Hop, buyruqingizga bo'ysunaman. Lekin boshliq, mening bir shartim bor edi.
o'ylashib beqishingizni umid qilaman. Birinchi diviziyaning siyosiy komissari Jogonni yo'tkab menga yordamchi qilib bergan bo'lsangiz. Ha, yo'q. Guruhbozlik qilish niyatim yo'q. Jogondan boshqa komissarlar bilan gapimiz zodi bir yerdan chiqmaydi ekan demoqchiman. Meni Sharqi Jungo dala armiyasiga yo'tkizsangiz buyrug'ingizga bo'ysunaman. Xuddi talalik qilinadigan qizning ota-onasi hech bo'lmaganda dedekdan birini qo'shib bergandek, o'ttir tuzlanlik dala armiyasi mening uyim. Jogon men bilan birga keladigan dedek demoqchiman. Ish qilib boshlaq, o'zingiz bilib bir ish qilasiz. Boshliq, qo'shildingizmi? Rahmat sizga boshliq. Hop, o'ttir tuzlanlik dala armiyasining yuzi to'kmas kapolat qilaman. Hop. Bizning diviziyani Sharqi Jungo dala armiyasiga ayirib berdi. Men Jogon degan haromzadani yana tortib keldim. Yaxshi bo'pti. Bak yaxshi bo'pti. Menda qochmoqchimish. Mumkin emas. Men nega borsam, shu yoq bordi. Diviziya komandiri, taraf. Ordul tarafimizda dushman armiyasining 3 diviziyasi bor. Hozir avval qaysisiga qo'shilishni deyishib olmasak bo'lmaydi. Axborotimizga asoslanganda Ordulumizda dushmanlarning 18-korpusning 11-diviziyasi, Sharq janub tarafda 5-korpusning 89-diviziyasi, Sharq shimol tarafda dushmanlarning vaqtli 7-diviziyasi bor. To'xta. Sharq janub tarafda 89-diviziyasi bor dedingmi? Ha. Bak yaxshi oldu. O Chuyinfeyning qo'shini. Onu izdigili necha yil bo'lgan edi. Raqiblar tar yo'lda uchrashibdi degan shuda. Ayni chog'da o'ttir tuzlanlikda muasirdan bo'sib chiqqanda ikkimiz tar yo'lda do'qirishib qolgan. Orliqimiz 20 chaqirim ekanmaydi. Ayni chog'da 89-diviziya ekanligini bilmabdiman. Bilgandan keyin beshimni toshqa urg'il tas qolgan edim. Baldiroq bilgan bo'lsam, uni bilan tutishmoqchi bo'ldi qilmaydim. Yaxshi, avval 89-diviziyaning advini beraylik. Chuyinfey degan sol tepda terik tuta olsak, texim yaxshi. Lekin dushman bilan bizning vaziyatimizdan qaraganda avval 89-diviziyaga qo'l solsak, bizga foydasiz. Hujum qilish arlig'imiz bek yiroq. Agar dushmanlarning vaqtli 7-diviziyasiga avval qo'l solsak, xuddi alqani dum qilgandek oson bo'ladi. Taymi qo'shinga hujum qilgandan nimasi? Xuddi qer-xotin yumshoq nonga amroq bo'lgandek ish qilmay, advini berish to'g'ri kelsa, avval 89-diviziyaning advini beramiz. Chuyinfey degan solda xeyli yomon nima? Xonpo harbiy ishlar maktabining 5-qarorliq o'quvchisi. Yapon bosqinchilari qarshi urushdan keyin yana Quruqliq armiya universitetining general sinfida bilim oshirdi. O'qish bitirishi bilanlar Tannarqa o'rlab, Duyimning 5-korpusga yo'tkab keldi. Taymi qo'shindan Kozor qo'shinining generali bo'lganlardan, uningdan boshqa yana bir nechasili bor. Yaqinni tashlab, yiroq hujum qilish qoidaga xilof taktika. Lekin tafakkur yo'li jihatdan olganda, aksicha yo'l tutsak, o'ylamagan o'limga erishishimiz mumkin. Diviziya komandiri, meni izlaganmisiz? Qaltisqo, endi rot komandiriga o'xshabsan. Ha? Dampeng. Ha? 8-armiyaga kirgan vaqtdagi turqing yodingdami? Yodimda. O chog'da hech nimani bilmaydim. Asiyadim ochliq setib onamning holidan obdan xabar elishdi edi. Anang obdan turayotgandi. O'ltir tugab ketdi. Oxiratdagi ishlarini yerlik hukumatga yo'ldoshlik qildi. O chog'da jang qilayotgachqa qaytib borolmadim. Menmi shu anangni yo'qlab berishga vaqt chiqarammidim. Anangni agar ayni chog'da men seni bozordan tutib kelibla askar qilmagan bo'lsam, anangning holidan xabar ola olayding. Anang mendan ranjiganmidi? Yo'q. Gerçi anam savadsız bo'lgan bilan g'araz o'qidigan ayol edi. Yapon bosqinchilar qarshi urush g'alabiga yila uni yo'qlab bassam, onam menga, bolam, sahrolik menda bir umr yezda tursan xuddi quduq ichidagi paqadek bo'lib qolsan. Jahonni ko'ramaysan. Bundan keyin Lipolo komandirining peshini chang tutqin. Kelgusida cho'qim baxtini topsan. Mendan azdirmsan bo'ladi. Yerlik hukumatdagi yo'ldoshlar olamda xabar elotadi degandi. Dampeng, sening kuyimchan onang bor ekan. Lekin menga undaq baxt nasib bo'lmadi. Ota-onam burula tugab ketgan. Men kuyindigan odam yo'q edi. Diviziya komandiri, bana bir vaziyet topshirishsiz deganmisiz? Ha. Yaqindan buyon qismimiz nihoyatda jafoliq jang qildi. Shunga aramag'ash tartibga solsak bo'ladi. Lekin dushmanlar buningga yo'l qo'ymaydigan o'xshaydi. Yana urush qiladigandek turimiz. Diviziya komandiri, bizga
Qandaq vaziyat topshirmoqchi? Urush rayonidan o'tib, dushmanning orqa sepiga o'tisizlar. Qilalamsan. Bu ya tunli qitimliq ish bo'lmasa, qilib qilmay qanchalik ishdi u? Yaxshi, yaraysan. Bu qitimqi vazifa burunqiga o'xshamaydi. Birinchidan, dushmanning orqa sepida yiroq oraliqdan zarba beramiz. Xatari zo'r. Ikkinchidan, Gomindan askarlardek yasinib, dushmanlarning nuqtaliq mudofaa ko'rayotgan rayonlarda harakat qilasizlar. Uchinchidan, Qaysar, qobil harbiy texnikasi ustun askarlarni tanlashga to'g'ri keladi. Xotirjam bo'ling. Bu vazifani o'rindashga cho'qim kapolatlik qilaman. Kapolat berishing ojatsiz. Bu qitim men o'zim qo'shin boshlab boraman. Bu ishni yana o'ylab baqsangiz bo'ladimi? Shtab boshlig'i bilan ikkimizning ko'nglimizda son yo'q. Bak tavakkulchilik bo'lib qolarmi ekan? Tavakkul qilmaydigan jangmi bormi? Ha? Uyda xotin bolalar qarab takkini qirlab yotadigan ish qila, tavakkulchilik ketmaydi. Lekin bu gap qo'mondonlik shtabidagilarning quliga yetib, surishtirib qolsa, biz nima deb javob beramiz? Hech nima bo'lmaydi. Men ishtirib qo'yinglar. Jang planini men tuzgan, buyruqni men tushirgan. Sizlarning mas'uliyatingiz yo'q. Bunda qilaylik. Men zarbador atrofni boshlatmay. Siz butun diviziya qo'mondonlik qiling. Shunda qilsak texmi yaxshi bo'larmikin deydi. Shundaq. Ha? Ishkinglar qachonlik qirsa, kallanglarni ishlatmaysizlar. Bu qitimqi jang planida ushaq zarbador atroflar asos qilinadi. Maqsad dushmanlarning qo'mondonlik shtabini bechit qilish. Zo'r qo'shinning hujumga o'tishi saxta hujum. Shuning uchun men albatta asosiy tarafga mas'ul bo'laman. Ma'qul. Buyruqingizga bo'ysunamiz. Lekin fikrimizni saqlab qolamiz. Endi to'g'ri bo'ldi. Jandabyo, sen rot komandir bo'lgan vaqtdan tortib men bilan birga jang qilyapsan, shundaqmi? Shundaq. Sen Soltakning ikki ortiqchiligi bor. Biri jangda mujmallik qilmaysan, yana biri buyruqni so'zsiz ijro qilasan. Bo'lmasa, allaqachon qo'g'laydim. Shtab boshlig'i qilyaptimi? Komissar. Salom, komissar. Sizni yana ikkinchi diviziyaga qaytib kelayotgan deb angladim-ku. Diviziya komandirchi. Oldingi sepga ketdi. Nima? Kim bosin dedi? O degan diviziya komandiri tursa, kim tutib qola oladi? Bunda qilish xato emasmi? Boy ko'rdim. Oldingi sepdagilar 4 soat hujum qilib, oran 2 kilometr ilgirlabdi. Bu hargizmi 2-diviziyaning jang uslubi emas. Lilonzada qandaq o'yin o'ynayotdi. Jandabyo, bak. Menga rasketni de. Bo'lmasa men hozirla dal armiyasining bosh qo'mondoniga doklad qilaman. Herkes unda qilma. Javob komissar. Gapimga quloq soling. Diviziya komandiri, oldi tarafdan birini tutib keldim. U astronom deyishcha 89-diviziyaning qo'mondonlik shtabi bu kent ekan. Tangrining ko'zi bor ekan. Cho birodar, kechiring. Men bilan bo'linglar. Chapsan bo'linglar. Nima ish qilib demaysan? Qamlashmagan. Sizlar nima ish qilgan odamlar? Nima ish to'smadinglar? Diviziya komandir turib, harbidor atrofning boshlig'i bo'lganni. Shunda ishni topqinni deyman ha? Komissar, diviziya komandirining mijozini siz bilasiz. U bizning gapimizni yemdi. Qo'riq gapni keyin deyishayli. Darhol planni o'zgartaylik. Topkuchini markazlashtirib 89-polk bilan vaqtli 7-polkning tutishigan bazasini to'pga tutaylik. 3-polkning askarlarining hammasi shu yerga butun kuchi bilan hujum qilsin. Tishlab bo'lsa, yo'q qochmasak bo'lmaydi. Xo'p. Çoyun feyne terik tutmaz, atılırlar! Buyruk, her kandak bedel töleşten korkmayı düşmanın işke kısmını bözüp kırıp, zerbidar etrafıyla mastasın, hop!师座，共军的一支小部队已经渗透进来，好像专奔咱们指挥部来。命令警卫连消灭他。
师座，我们的兵力不够，现在警卫师部只有1个排，其余的都上前沿了。 Divizya komandiri, Sun polk komandiri aldın septin malumat verdi. Kompartiyanın koşulları Tokuş'un himayesinde bütün sep boyunca hücum götürdü. Aldın septin bir uçuk işlepti. 44. polk çekilişini talep kılavatdı. Sun polk komandiriga deb qo'y. Biz plan bo'yicha tutirish vazifasini o'rindidik. O bekitilgan yo'nalish bo'yicha chekinsin. Divizya komandiri, kompartiyaning hali qishga tirtilini qanday qilamiz? Ular hozir bizdan 300 metr nariga hücum qilib keldi. Sizlar sezmidinglarmi? Kompartiya qo'shinining udul hujumi nayt kuchlikdek ko'rinsimi? Lekin u amaliyot saxta hujum. Haqiqiy xatar ularning mush kichik atirtida. O xuddi o'tkir pichoqdek udul mening qo'mondonlik shtabimga etilmoqda. Lekin ular sal kechikdi. Men chekinaman. Muhofizachilar o'tsa uqtirish qilinsin. Kompartiya armiyasining bu kichik atirtini darhol to'ssin. Divizya komandiri! Divizya komandiri! Komünistlarning o't kuchi bek kuchlikin. To'solmayotimiz. Qanday qilamiz? Harbiy irodasini tavranganlarning hammasi o'limga mahkum. Divizya komandiri, düşmanlarning divizya shtabidagilar qochmoqchi o'xshaydi. Biz betib ularni to'sala. Hop! Haytayla! Divizya komandiri, shu yentga qochibdi. Ben dolu armiya komandanlık ştabi. Komandan, teşdikmi? Sizlerden bu tarafta ahval qandara. Urush oxirlashish qaz qoldi. Qismdagilarning hammasi otlandi. Askarlarning hammasi asirlarni izlayotdi. Nima? Ahırlı şiqoz qaldi. Yen bir qitimdan. Eyolun o'zini son. Li divizya komandiri shtab boshlig'i bilan oldingi taraf ketdi. Simni hozir o'zib qo'mondonlik shtabini oldiga suramiz. Jag'ni shundoq mı qilgan bormi? Shundoq mı tuz qilamsizlar? Ma'qul, shundoq bo'lsin. Ma'qul, qo'mondan qo'sh. 2-3 polkka uqtirish qilinsin. Kichkina foydani ko'zlamasin. Qo'shinni yig'imiz. Loyiqida bo'lgani yaxshi. Mening yana cho'ng bir planim bor. Bag'in. Hop! Qaysan? Bu yoqqa chiq. Bo'lmasa o'q chiqarman. Qaltis kelsan-ku, beshingni tiqib o'zingni chandirib qo'ydigan. Qo'lingdagi nima bor? Boshqimiz seni gap so'rayotdi. Menday, bu Müdürlüma, başliq, bu qural emas, klarnet. Klarnet? O qanday narsa? Bir xil soz, chaladigan narsa. Soz? Ya nega o'xshamasa? Qani chala, anglab baqay. Bo'ladi ekan. Başliq, sizga birlashib o'rlab berayli. Birodarlar, bu yoqqa chiqinglar. Ozodlik armiyadan boshqa biz chaqan muzikani anglaydi ekan. Doklad, ozodlik armiya boshlig'i. Vaqtliq 7-o'zini o'rnag'uvchilari yig'ilib bo'ldi. Boshlasak bo'lamdi. Ma'qul. Bo'ldi. Quloqqa yiqish yoqmasligi mayli. Bu bir nimalar xili bo'ladi ekan. 3-batalyon komandiri, bak. Bu sozchilarni sana topshirdim. Ularni obdan boshqur, tarqalib ketmasin. Lekin muzikalarni o'zgartirishinglar kerak. Ozodlik armiyanikini chalanglar. Mayli. Hoy,
Lojo, axir kepsizda. Sizni bek sig'indim. Lavli, tek elli kelishim. Ahvoldan xabarim yo'q. 2-diviziyaning komandiri yo'q ekan emasmi? Albatta bor. Diviziya komandirining familiyasi Li, ismi Yunlong. Ya'ni bizning Joe siyosiy komissarining yaqin birodari, qadimas bo'lib qoldik. Joe komissar, nimalarni so'ramoqchidingiz? Yo'ldosh Li Yunlong o'zining diviziya komandiri ekanligini har holda biladi ekan, ha? Bu oson emas, qaraganda as tutish qobiliyatingiz yomon emas ekan. Men samingizga sap qo'ymasam bo'la? Joe komissar, men 2-diviziyadagi barliq ofitser askarlar vakolatan dala armiyaga kelganligingizni qarshi olaman. Xizmatimizda qanday kamchilik, xatolik bo'lsa, Joe komissarning tanqid tarbiya berishini qarshi olamiz. Albatta, bularning hammasi siz 2-diviziyada vazifaga o'tirgandan keyingi ishlar. Li Yunlong, bunda qo'ynalaringizni nera opiring? Ağzımda etay demoqchimisiz? Men 2-diviziyaga kelishdan burun o'tkazgan savalliklarimning so'rig'ini ommaga demoqchisiz-ku deyman. Ay, undaq emas. Men faqat siz vazifaga tayinlanishdan burun o'tkazgan savalliklarimga sizning oldingizda komissar ega demoqchi. Mendan burun komissar kelibdi. Ko'rishsam bo'lamdi. Kechiring, dala armiya siyosiy boshqarmasi siyosiy komissar avatishga ulgurmaganligi uchun siyosiy komissarlikni o'zim qo'shimcha ishlab kelgan. Ondaqda Li muvaqqat komissar Li diviziya komandirining bu qitimqi jangda o'tkazgan xatoligini qandaq bir taraf qilmoqchi bo'lyapsizki? Dönpeng! Bak! Sizlarning Li diviziya komandiri bu qitimqi jangda xatolik o'tkazdimi? Ondaq gapni anglamadim. Obdaroq o'ylab baq. Rostilla anglab baqmadim. Qarang. Uni anglamabdi. Bu gapni sizga kim dedi? Ajab, menmi bilmaydi ekanman, ha? Bilmamsiz. Buni bilish oson. Men dala armiya qo'mondonlik shtabiga berib so'rab baqsammi bo'ladi? Lojo, unda qilmang. O'zimizning ishini o'zimiz hal qilsak bo'ladi-ku. Qo'mondonni ansirtib qo'ymayli. Bu ishchi sizning deganingiz hisob. Siz qanday qilaman desangiz shunday qilavering. Ma'qul. Qaytib borgandan keyin diviziya partkomining yig'inini o'tib, diviziya darajalik ba'zi kadrlarning o'z mayilchi ish o'rnidan ayrilish masalasini muzokara qilamiz. Kimligini demasam bo'la. Men uning partkom yig'inida o'zi o'tirg'i chiqib xatoligini iqror qilishini hamda o'zini cho'nqur tekshirishini umid qilaman. Lavli, fikringiz yo'qmi? Yo'q. Diviziya partkomining qaroriga qat'iy bo'ysunaman. Diviziya komandiri, Aniqlay oldinglarmi? bu ablahlarni yerim kun so'roq qildik. Eng cho'ngi kapitan, muavin batalyon komandiri ekan. Bu ablahlar. Men to'rg'a bundaq beljan, raklarning tushadiganligiga ishonmayman. Hammang o'rningda turish! O'rningda turish! O'rningda turish! Qato bo'lib tizilib maydonda cho'g'ilab yugurishsin. 5 kilometr 20 gacha hech kimdan to'xtashiga ruxsat yo'q. Solga buril! Yugurib marsh! Tez yugurish! Yanıma tezirek! Tez yugurish! Tez! Bajo! Lavli, yan nima o'yin o'ynayapsiz? Hammasi dot nimalar ekan. Yerim kun sotlab aram bir muavin batalyon komandirini tepibdi. Men qilchi ishonmayman. 7-diviziyaning komandiri da ketdi. Davomli yugursin. Kim qatorda tushib qolsa, shuni tutib so'roq qilinglar. Ko'zingizdan hech nima qochib qutulolmaydi jimo. Ko'zimda qutulolmaydi emas. Kalli ishitish kerak. Komissar, ma'lum ishingiz to'g'ri bo'pti. Burunroq shunday qilish kerak edi. 2-diviziyaning o'ljilarini davomli qo'shni-qo'shinlar bo'lishyapti. Sizning mushu isbotingiz bo'lsa, qo'mondonlik shtabga berib arz qilsam cho'qim yengimiz. Quruq gap aqmaydi. Shundaqmi? Ha? Isbot bo'lmasa bo'lmaydi. Lojo. Bu nima ish? Lavli, bu siz qilgan oxirgi yordamim. Nima deganingiz bu? Yo'qur meni siyosiy boshqarma mudirligiga yetkazdi. Buyruq hozirlik keldi. Nima? Ular bulangchilik qildi ekan. Ha? Texi amdala o'tir tuzanlik dala armiyasidan Jungo dala armiyasiga yetkazsangiz,
Bunda qız qandaq bo'ladi? Men Jungu dala armiyasiga kelinchak bo'g'ili kamigan. Hech bo'lmaysiz. Lavli, Lavli. Meni hurmat qilsangiz bo'lmamdi. Nimandaq ahmoqlik qilasiz? Siyosiy boshqarmaning mudirligining nimasi obdan? Agar sizni kolonnaning siyosiy komissarligiga avatsa, hargiz yo'lingizni to'smaydim. Lojo, men hargiz istiqbolingizga o'tirgan ishni qilmayman. Masala huquqning cho'ng kichikligida emas. Siyosiy boshqarmadagi Wang Mudirman bilan so'zlashdi. U nihoyat afsunganligini aytdi. Endi bir yak jam bo'lib, yana ayrilsak, odamgarchilikka sig'maydi. Hozir hamma kadr qis bo'lyapsa, siyosiy boshqarmaning amali yo'q-da. Lavli, jang o'rnini hilali almashtirdik. Xalq bizning 2 diviziyani o'tir tuzanglik dala armiyasidan bo'lgan bilan faqat gap yemaydigan deb qolmasin. Bundaq bo'lsa yaxshi emas. Bo'lmasa xalq sizni guruhvozlik qilyotdi deb qoladi. Shu darajaga yetdimi? Ha? Mayli nimali deganingiz bilan, ma siz bo'lmasangiz bo'lmaydi. Yana bir siyosiy komissar kelsa, mijozimiz kelishmay chiqishamay qolsa, ziyon tortadig'ini qilsin. Bilamsiz, o'zingizning gapida chin turavering. Siz xalqni paturmaydigan odamlardan emas. Og'zingiz ishtik bo'g'in bilan ko'nglingiz yumshoq. Yangi komissar kelsa 2 kun urushib atlashib qolasiz. Odam uzoq vaqt sinlar degan gap emasmi? Uning ustiga sizga hozirli siyosiy komissar avatimiz demagan tursa, bu mezgilda toza obdan kuzatib, iqingiz kelishadigan komissardan birini tanlasangiz bo'ladi-ku. Lojo, mendek ko'nglingiz ranjib qolmoqchimamdi. Ha? Har qancha kuchsammi, qalay demayapsiz-ku? Lavli. Bunda qamlashmagan gap qilmang. Mangulik bo'ladigan ish nada bor? Ma'qul, keting. Ketgangiz bo'lsa, darhol yo'q qiling. Sizni endi ko'rgim yo'q. Hey, darhol bu yoqqa kel. Siyosiy komissarni hozirlashib qo'y. Lavli. Bundaq desangiz men texim xotirjam bo'la olmaydi ekanman. Biz kichik bola emas. O'zimiz bilgancha ish qilsak bo'lmaydi. Diviziya komandiri, çağırınız rastlık qaltısken, çoğun beliqtin 7-8 düştü. Mao hammadan çoğu, u men batalyon ştabının pütükçisi deydi. Qani digine, sen nimish qilgan adam? Pekir, yugurashga cho'ltiraqman. Jiddiyleşmey, aldırmay so'zla. Nimandaq ishing to'li sening? Yanchiqon ombadek turdi. Ombacha emas bo'g'itdan? Siz Liyulning diviziya komandiri deyman. Pekir Gomindan armiyasi vaqtliq 7-diviziyasining komandiri Jangnaychok general mayor bo'laman. Li diviziya komandirining Yelenayanga ustaligini burunla anglagan. Bugun amaliyotni ko'rdim. Qo'shoningiz qismlarimning topni mashinadan tushirishga fursat bermay, orqa tarafdan qo'l soldi. Qahramon deyishga munosib emaskansiz. Nochi bo'lsangiz, sap tuzib, haqiqiy tutish baqsa qanaq? Vobsachi! Qur'onni unaqa da. Aldingmi? Unaqa da, o'qlabma. Qayil bo'lmaydigan o'xshamamsan. Emsi ishkimiz ayrim tutishimiz, mana. Askarlarning oldida ishkimiz o'zaro erishimiz. Endi o adil bo'lganda. Nima bu? Hozir do'yilga chiqirgan davr allaqachon tarixga aylandi. Nemishqa nayza ishlatmaysiz? Qo'rqdingmi? Bo'ldi. Meni aytib bo'lamdi. Meni atamaydi deb qaldingmi? So'ldek. Asirga tushib turibmi? Yana menga nochilik qilyapsan. Lavli! Lavli! Asirlab ketinglar. Xo'p. Hoca, meni qo'yib lavli. Meni qo'limda seni. Uni aytib aytmaydigan bo'lsa.
Bajo, yaxshisi ketmang. Rastlı kessiniz, baya o'zingizmi ko'rdingiz. Men o soltekni itib etmay qolmaydim. Loli, mening siz qasdan o'zingizni mayli qo'yib o'tyapsiz. Sizning kallangiz ishlamaydi emas, oldimda o'yin qo'yyapsiz. Bajo, sizning ko'nglingizga hammadan oyoq. Amaliyotda meningmi ketkim yo'q. Ikkimiz hayot mamatlik kurashlarda birga bo'lgan. Qo'limlik qo'shinni pishiq bilaman. Meningmi bu qo'shindan ketkim yo'q. Lekin qo'mondonlik shtabdan ismimni atab meni kasun debdi. Biz amdli kelib turib, buyruqqa bo'ysunsak qanday bo'ladi? Jogan, bak sergakkansiz. Men sizni tutib qolamagandan keyin berib aqmas mudirligingizni qiling. O joyning bir yaxshi yeri bexatar. Oldimizda yana bir necha maydon keskin jang bor. Ketkiningizmi yaxshi? Men Joganning jinim xeli chin. Mening o'lish o'lmasligim bilan qaringiz bo'lmasin. Teriktirish usulingiz menga aqmaydi. Bajo, siyosiy xizmat bilan shug'ullanmoqchi bo'lyapsiz. Sizga bir sovg'a bersam olamsiz. Ikkimiz unda qilishib ketmasak bo'la. Xuddi darhol uzlashilgan er-xotinlardek. Ichingiz pushmadimi? Sizning yoqtirib qoladiganligingizga ishonaman. Ma'qul, ma'qul. Menga nima bersizken, amsa men bir ko'rib baqay. Bajo, qarang. Sizga beradigan sovuqtim qandaroq ekan? Billa epkassangiz asqetib qoladi. Shug'unisi muzikasi ozgan. Kelar qatam muzika yozganlardan ikkini tutib, billa avatiman. Loli. Boyaqi diviziya komandiri Choyinfiga o'xshab qolamda nima? O'xshamaydi. Choyinfiga yetmaydi. Agar uning o'rnida Choyinfi bo'lgan bo'lsa, tapanjini qo'limdan ilib men bilan do'yilg'i tushadi. Choyinfini haqiqiy erkak desak bo'ladi. Doklat! Diviziya komandiri, qo'mondonlik shtabdan sizni darhol kelib kelsin deydi. Nima ishkan? Bilmadim. Mening sizlardek joylar bilan quruq piransip o'tirg'im yo'q. Men qo'mondon bilan ko'rishaman. Hey, vang shtab boshlig'i. Endi o navbat men kelganda. Yana bir dam saqlab tursangiz bo'ldi o'xshaydi. Doklat! Qo'mondon sizlarga ko'rishmoqchi. Marhamat. Doklat, qo'mondon! Üç kundilar hammalarni tong qoldirgan Leyillong. Ko'rishmaganimizga uzun bo'pti, peshqadam boshlaq. Hey Leyillong. Jangi bag'an sir mahir bo'lib ketyapsiz jimo. Ayni chog'da sizni o'tir tuzlanlik dala armiyasidan bu yerda tutib qolgan vaqtimda sizlarning boshlig'inglarni aytib ochiqlangan edi. Sizni nima chaqirtganligimni bilamsiz? Bilmayman. Bu yoqqa keling. Choyinfining 89-diviziyasi Davjonga askar ko'paytirdi. Siz cho'qim ularning oldida u yerni tortilib chin tutishingiz kerak. Sizni u yerni saqlashga avatishimiz sizni ko'ngil raqiblar bilan bir tutsin demakchi. Anglasam, Choyinfi bilan qadimas do'stlar ekansiz. Choyinfima bek yaxshi oldu. Men ama ona bir tutishqim batdi, lekin fursat topolmay yurdim. O'tganda 89-diviziyasini yo'qotmoqchi edim, lekin u qaytib ketib, vaqt 7-diviziya qurbonlik bo'ldi emasmi? Ha, Leyillong, qanaq? Yana desam yana shu. Raqiblar tutishdi degan shu-da.
To'xta. Sizlarning polk komandiri laqini darhol men bilan ko'rsin. Hop! Askarlar, nima ish qilishni qilmadi? Doklad diviziya komandiri, men Davjonni olgandan keyin nashd qilamiz deb buyruq tushirgan. Yaraysizlar. G'ayratinglarga apirin. Davjonni olgandan keyin sizlarga konservat taqib beramiz.